Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 19:30. 2025-yil 16-dekabr. Men sizlarga o'qiyotgan she'rlarim hammasi hozir zamonaviy, hozirgi tarixdan, hozirgi bo'layotgan voqealardan olib gapiryapman. Mana sizlarga yana yangi ajal tayyorlab kelgan Xitoy. Bizi qora ko'zlarimiz uchun yangi ajallarni tayyorlab kelyapti. Endi mana bu Egon Chalakiyan degan olim bu ham aytdi. Polietilinda dedi mayda shunaqangi mikroskop orqali zo'rg'a ko'rinadigan частицаlarni chiqardi dedi Xitoy dedi. Endi o'sha salafonlarni ichiga solgandan keyin ovqatni o'sha bilan birga odamni ichiga ketaveradi. Ana undan keyin bu yuzga kirish yo'q endi. Endi 30-40 yoshdan oshmaydi endi odamlar. O'zbekistonda odamlari ilgari Afg'onistonda sinagan shu narsani. Mana endi kirib keldi. Hozir mana uyingizga kirib bir salafanda olib kirgan bo'lsangiz, uyingizga kelib svet yorug'ida qarangda yerga. Xuddi mayda shisha siniqni sepib yuborganga o'xshab yaltiraydi bu polietilin. Quloq soling. Polietilin idishlar inson uchun ajal. Shu idishlar tufayli inson bo'lar kasal. İnsanlar ichida to'planar asta. Shu zarrachalar tufayli inson bo'ldi xasta. İnsanlarni xastaligini bila olmaysiz. Zarrachalar kasalligini davolay olmaysiz. Zudlik bilan polietilinlarni yo'q qiling. Chinaning terroristik ishlari, shuni biling. Egon Chalakiyan bu ishga guvohlik berdi. Chaynani motoolari ham dalillik berdi. Shuni sabab qilib Xitoyni haydab chiqaring. Qora ko'zlarni bu ajaldan qutqaring. Polietilin idishda tuzlash mumkin emas. Sog'likni saqlash xodimlari hech nima demas. Boykot e'lon qilinglar Xitoyni motoolariga. Tupuring bunday qilayotgan xatolariga. Mana shularning orqasidan bir necha odamlar milliard pullarni ishlayapti polietilinning orqasidan. Bu mingtalab, 100 mingtalabdan juda katta pul qoladi. Ana endi buni eshitgan odamlar o'zini farzandlarini, o'zini bolasini o'ldirayotganini bilmay qoladi. Bilmaydi. Endi bular nima deydi hozir qanday kommentariylar shular yozadi endi kommentariyani. Namozingni o'qimaysanmi? Ishing nima? Pul uchun boylik orttirishni ham yo'li bor-da. O'zingni bolalaringni o'ldirib shunday qilib pul topasan. Bu hali bunaqa narsaga aqli yetmaydi bularda. Bu qonga ham o'tib ketadi. Bu juda ham mayda qilib ishlagan. Men mana uyimda mana olib keldim, ko'rdim, qarasam shunday shisha siniq to'kilganga o'xshab yaltirlaydi svetda. Nafas olganda odamning ichiga shuvlab kirib ketadi. Nonlarni ustiga sepilsa, nonlarni ustida bo'lsa bolalar yeveradi. Ovqatlarda yeveradi. Endi 40 yil to'plansa bilasanmi nima bo'ladi? 40 yoshga ketgandan keyin uni hech kim davolay olmaydi. O'ladi keyin shu yoshdan oshmaydi. Mana shu operatsiyasini boshlash. Qani blogerlarni qamayotgan terroristlar? Mana shu ishlar bilan shug'ullaninglar, baraka topinglar. Nima qilasizlar? O'zinglarni odaminglarni qamab, o'zinglarni odamini qiynab shu narsalarni aytsa, demak, shu kommentariy yozayotganlar yahudiylar ekanda bo'lsa, misqetib turklar ekanda, Qrim tatarlar ekanda, shpionaj bo'lib kirib olib, endi kommentariy yozsa kerak. Nima ishing bor seni deb. Mana u Xitoyda eng sezilmas, bilinmas terrorizm ishi bo'ladi. Mana shuni dakasat qilib
Shularga ko'rsatib, haydab chiqarish kerak, haydab. Hammasini chiqarib yuborish kerak. O'sha sotayotgan yerlarni bo'shatib qo'yib bor. Yo'qol deyish kerak. Hali ko'ring uyingizda shunaqangi hozir salapanlar chiqyapti, olib kelib endi boshladi. Ilgari yo'q, toza edi. Endi shunaqangi narsalarni qiladiki endi. Qo'shib tashlayveradi mana endi, qo'shib o'zlari olib keladi bunaqa narsani. Uyingizga kirsangiz shishasini ustida o'tirgandek bo'lib qolasiz. Dasturxonlaringizda ovqatlaringizda to'lib ketadi. Bu gaplarni kim aytadi? Aytgan odam yomon-da, to'g'rimi? Aytgan odam qamaladi. Qani terrorizm bilan kurashadiganlar? Shug'ullaninglar mana shu bilan. O'zingizlarda odaminglarda deb qamavermasdan. Yoki bo'lmasa buyruq bergan sizlarga ham. Gapirsang baloga qolasan. Gapirmasang o'lasan. Tushunyapsizmi? Qandaqangi holatga, patoviy holatga kelib qo'ygan. Gapirsang qamalasan, gapirmasang o'lasan. Hech ikki farqi yo'q.